Yaxşımsizlar köpçülük, bugün ailede aşxanalarnikidimi bəkrak oxşaydigan dapanjining qoruqsonini yutib qo'ymay yurganlar aymay bergandiki film tarqitib o'tdi. Filmga tafsili diqqat qilinglar. Bir ko'riblar bugun olasizlar, uyda chuqum sinab qilinglar va yeyishlik chiqadi. Oldi bilan to'q go'shtni mushunda cho'nliqda chanab tayyor qilib olamiz. Yongunimi mushunda cho'nliqda to'g'rab tayyor qilib olgandan keyin bir qachiq elib olsak bo'ldi. Andan keyin samsaq, so'mpiyaz, sinjang, boshpiyaz, ko'k qizil lazımı mushunda cho'nliqda to'g'rab tayyor qilib olamiz. Tayyor qilib olgan konfetni yilman so'qchilab qo'yamiz juma. Andan keyin qozonga 2 chumuch may, bir qo'shiq shakar silib, tekshi ilashtirgandan keyin shakar mushunda alati chechaklaydi. Chanib olgan to'q go'shtimizni silib 2 minut atrofida qoraymiz. 2 minut atrofida normal o't qorgandan keyin to'piga sinjang, xo'ja, samsaq, so'mpiyazni silib 2 minut atrofida qorib o'tgandan keyin bir qo'shiq atrofida xo'shajon yo'qib bir ilashtirib, dapanjini eng o'xshatadigan mush cho'ng ustamning dapanji xorchijima, dapanjini vash o'xshatadi. Cho'ng 3 xaltasidan 3 xalta chiqadi. İçidən manada kiçik xaltasından 6 xalta chiqadi. 6 qatlam ishiltalaysizlar va yeyishlik chiqadi. Jonni sağgandan keyin bir elashtirib, yon silib, yana bir elashtirib o'tgandan keyin to'piga muvofiq miqdorda so'qishimiz. Andan keyin tuz va janjijang, ahmosh, azroq ochiq so'qishib, tekshir bir elashtirib, tuvoqni yopib 10 minut atrofida dumlaymiz. 10 minut dumlagandan keyin tuvoqni ichib, andan keyin konfetni silib, bir ilashtirib, ko'k qizil laza, so'mpiyazni silib, tekshir bir ilashtirib, taqsiga ussaqlam. O'xshagan dapanji tayyor bo'ldi. Qilish oddiy ham bak yeyishlik, uyda chuqum sinab qilinglar, ballalaringlar, uydagilaringlar chuqum yoqtirib yeydi. Mehmon kelganda qo'rib basanlarmi chuqum maqtab ketadi. Qilish oddiy, bir ko'riblar, bugun olasizlar, uyda chuqum sinab qilinglar.